Qo'yug'i suyug'ini so'rayapman. 18 millionga olishsin aka. 17,5 milliondan deyin jichada. Bor ber aka. Gapmi? 17,5 milliondan. Kesin bo'ynimda aka. Hammasi. Aka ketdi. Qadrdonlar, videoda yakunida mana shu 6 bosh Gerford haqida videomiz bor. Ko'ringlar. Xudo pul yengil va shu bomba narx bo'ladi. Assalomu alaykum. Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani O'ltarma qishlog'idamiz. Hop, 37 bosh katta kichik buqalarimiz bor, akalar. 30 bosh bunaqa katta. Uzr, 38 bosh, ha? 38 bosh buqalarimiz bor. Bundan 30 bosh bunaqa boqishga tayyor katta buqalar, 8 bosh maydarog'i bor. Maydarog'ini videoda yakunida ko'rsataman, akalar. Videoda avvalida hamma chorvadorlardan mana shu videoni ko'rayotgan akalarimizdan bittadan like so'rayman, like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, videomiz manfaatli bo'ladi degan niyatdaman. Saydul ayyom juma kun barchalarga muborak va barakatli bo'lsin. Sana kuniga 19-dekabr. Qadrdonlar kim qayerdan ko'ryapti yozib qo'yasizlar. Novvoslarga baho berasizlar, akalar. Novvoslar o'ta nima deydi? Boqishga tayyor novvoslar. Tashqariga olib chiqib, narxlarni aytib, yoritib, chiroyli yoritib beramiz. Instagramga o'tinglar, chimyonvoz deb yozsangiz, Instagram qisqa balonda videolar qo'yapmiz. Kamondagi men oldiga o'tib olaman ekan, o'sha o'tib olaman, keyin haydab chiqaraveramiz. Akalar, bunaqa qora olasidan so'raganlarga qora ola ham bor ekan. Akalar, mabodo zotga, molga qo'shaman deganlarga mana shunaqa to'qonlardan, mana shoxliklardan olsangiz ham bo'laveradi. Mana orqada kelayotgan polvonni qarang. Qarab ko'rsating. Necha kunda keldi bu? Necha kunda keldi bu? Bular 4 kunda yetib keldi. Eng kichkinasi shu ekan, eng kichkinasi. Eng kichkinasi shu. Tashqariga chiqib olaylik. Aha. Hop. Azbek aka necha kunda keldi dedingiz? 4 kunda hoji aka. 4 sutkada yetib kelish. Qayerdan keldi bular? Rossiya aka. Rossiya qayerdan? Altay. Altay. Altay Skray. Altay Skray. Novvosa mana katta ekan, Nima ichida ko'rinmayotgan ekan? Molxonada ko'rinmayotgan ekan monlar, jizmonlar. Vash katta novvosalar ekan monlar. Karabkalarni ko'rsating hoji aka orqalari. Karabkalari ham mana ham katta novvos ekan, mana ham qarang. Mana chiqaring baqa. Haydaydik. Katta novvos ko'p ekan ichida. Mana molxona akalar, kamera, molxona katta kichik ko'rinadi. O'shaning uchun biz avvalida birinchida bo'ylarni aytib ketamiz. Bo'ylar xulosa chiqarib, o'zlarini kelaverasizlar. Ammo lekin hammasi boqadigan yaxshi novvoslar ekan. Krasniy. Yemga tayyorda hoji aka. Nima deysiz? Yemga tayyor. Ha, yemga tayyor. Nima qilsalaring, 1 yil bir boqsalaring inshaalloh tondan sutda chiqadigan buqalar bo'ladi. Xo'p, bular sementalmi bular? Semental toza, rossiysk semental. Rossiysk semental. Akalar, bitta savolim bor. Rossiysk debman. Sementalda necha xil turi bor? Bilganlar kommentariyaga yozaverasizlar. Hammadan iltimos qilaman. Korpuslarni qarang, jonivorlar. Necha kun batta kelganiga necha kun bo'ldi? Bugun 3 kun bo'ldi hoji. Bugun 3-chi kun. Sal charchaqlari chiqib o'ziga kelib akalar. Mana shu ham zo'r baquvvatdan bo'lsa. Xo'p, bo'ylari akalar eng kichkinasi 120. Hali eng kichkina ko'rsatganim 120. Bo'lmasa 130 plus minus shunaqa akalar. Chanqashlar nima komanda aka? Chanqashni novvoslar qarang, jonivorlar, suv ichishini qarang. Yashir-pashur bo'lgan yo'q-a? Kelgandan keyin qildiraymi o'sha yoqdami? Baraka topinglar. Ha, pavtor deng. Mana akalar, mana novvosni qarang. Jonivorni. Yaqin qilib, ha? So'lagi ham yo'q, sog'lom, o'ta baquvvat novvoslar. Hop, mana qarang. Oyoqlarini ko'rsating, qayta avval bir ko'rsatib olaylik, yaxshilab, ha? Yaxshilab ko'rsatib olaylik, narx aytamiz aka. Aka zotga olishamiz desa, to'qonlari ham bor. Nima deysiz? To'qonlari ham bor. Ha, to'qonlari ham bor mana. Hozir ko'rsataman to'qonlarini ham. Jonivorlarni qarang. Eng kichkinasi mana shu ham 120 atrofida, mana shu ham bor. Qolgani 25-30 atrofida. Xo'p, bular hozir hamma biladi. Olib kelish ham oson bo'lmay qoldi ilgari. Qanaqa edi bilmayman, hozir oson bo'lmay qoldi, hozir. Hozir ancha qiyinlashib, keyin dokumentlar ham, narxlar ham ko'tarilib ketgan. Akalar, endi biz gapiraveramiz, aziz akam ham gapiraveradi. Kelib ko'rib, savdolashib, talashib, tortishib olinaveradi. To'g'rimi aka? Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldamir o'zim gapirib yuribmanmi? Qalaysiz, omonmisiz? Qalaysiz? Omonachilizga olib kelib qo'ydik. Baraka toping. Semental, ichida 5 dona cho'rlik postirasi bor, zot ko'rmadingizsa.
Mollarda hozir yeb ichsa sog'ligi, birortasi oyoq og'riq, boshqa hammasi sog'lom mollar. Hammasi zo'r ekan. Karabkasi zo'r. Oladi, boqadi, foydalanadigan mol. Ilohim. Olgan odam xursand bo'lsin, sizni Ha, bizga baraka duo topsin, qilsin. xudo xolasa. Nima deymiz? Pasti nechi pul, tepasi nechi Hojaga pul? qarang. Pastiga Ha. 25,5 qo'yib beramiz. Ha. Balantiga 29,5 qo'yib beramiz. 25,5 oralig'ida mollar ishib bitaveradi kelsa. Nimaga yarim gapiryapsiz? Xayr qilib beraman. 24 million deng pastiga. Xo'p deng. Endi ikkita, uchta, to'rttadir. Sotaylik, ish qilaylik. Sotamiz hojaga. Sotib yuborasiz? Sotamiz. Kelishib sotamiz. Nima deysiz? Bo'ldi bu hijolat bo'lmaydi. Bo'ldi, bosamiz. 24 dan kam bor deylasizmi? Yo'q, dokumentni ham puli bo'lmaydi. Unda biz o'zingiz bilasiz. Mana qarang, 25 deysiz. Ha, bo'ladimi? Bo'ladi. Ha? Novaramiki istedimda. 25 million bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Tepasini deymiz. 28 deysizmi? Yo'q, 29,5 deyapmiz. Tepasidan ham tushgan, pastidan tushgan, tepasidan tushmaysiz. Bo'ldi, bir 200 mingdan xayr qilib beramiz. Ya 200 ming so'ramayman-ku. 200 ming? Ha, bor baraka 29 dan ketdi. 29 milliondan kami bor. Kami bor. Ha? Terganiga qarab, holatiga qarab kelishilaveradi. Akalar kelib ko'rib usta savdolashasa 29 milliondan kami bor. Akalar ko'ngilni to'q qilib nima desa bo'ladi? Kelib tanlab ustida savdolashaman. Mana novvoslar katta novvos qanaqa ko'rinadi bilmayman-ku. Tashqariga olib chiqasiz ikkita qilib. Ikkita qilib tashqariga olib chiqasiz. Ha shunda bir o'zing baho berasizlar. Xo'p. Yana bitta gap. Hozir bu 30 boshda bitta joyga olganga nima deymiz? 30 bosh bitta joyga olgan. Hojaga 30 bosh bir joyga soldim deganiga 28 hamdan bor baraka. Hozir 29 deyapmiz mana. 25 deyapmiz. 28 dan bor baraka. Buning ichida 2 ta bor xolos 25 lik hojaga. Ya nima deyman? 3 ta 4 tadir u. Bir yo'lida qilaylik, ovsa qarang. Dastlabkasini nima qilamiz? Dastlabkasi muammo emas hojaga. Mana mashina qarang, mashina bor 29 ga beraverasizmi? Berib yuboramiz. Ha? O'tib ham berasiz ashkotani. O'tib ham beramiz. O'tib berasiz. Bor ekan akalar, kattalari bor ekan. Xo'p. Yana bitta gap. Suyug'i olganga, hammasini olganga 28 dan kam bor. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz, bo'ldi. Ha? Ikkita olgangachi. Yetkazamiz hojaga. Ikkita olgangachi. Dastlabki bor. Bormi? Bor baraka. Xo'p. Ekranda nomerlarga telefon qilasizlar, qadrdonlar. Yana bitta gap. Hozir bularning ukalari bor-a? Ukalari bor. 8 bosh. 8 bosh. O'shalarni ham video davomida ko'rsatib qo'yaman. Ekranda nomerlarga telefon qilasizlar, lakasa tashab berishadi. Kelib ustida savdolashib, bitta ikkita olasizmi, 4 ta olasizmi, 10 ta olasizmi? Savdolashilaveradi. Yemasa, ichmasa mol qolaveradi. Ilhaq bo'lmang. Mana uni qarang, mana uni. Korpusini qarang, mana uni. Mana jonivorni qarang. Endi ko'rinyapti menga. Mana ko'rdingizmi aka? Tanlab ikkita uchta to'rtta qilib ajratib sotilaveradi. Qora olalar. O'ynashlarni nima deysiz? Sakrashdan olib qo'ying videoga deyman. Xo'p. Instagramga o'tib, Chimyonz Vazirlar Instagramga qisqa bo'lganda videolar qo'yyapmiz. Bularga ham tirikchilik, 3-4 kun foydalansa, tirtib sotiladi. Tirikchilik maqsadida akalarimizga ham tavsiya qilamiz. Ta'sirlatilaveradi. To'g'rimi, Aziz aka? Foyda qolgan qilib berasiz. Gap. Aytilgan narx muhim emas ekan aka. Tushib berasizlar aka. Ha, bo'laveradi. Biz akalar videoni yakuniga qadar ko'ring. Ketdi, biz endi bularni maydasini ko'rsatib qo'yamiz, ha? Maydalarni ko'rsatib qo'yamiz. Maydalar olib chiqamiz. Bular ancha arzon-a ular, ha? Arzon. Katta kichik qilib ham sotilaveradi. Sotilaveradi. Xo'p, ketdik. Xo'p, o'sha biz aytgan joyimiz, misol hozir masofasi Aziz aka 5 kilometr bor-da, narigi buqa bilan beri buqalarning masofasi 5 kilometr. Bundan jami soni 7 bosh ekan, mana bu bilan, ha? Bu bilan 7 bosh ekan. Ko'ringlar, Gerford buqalar. Xo'p, mana yurishlari yaxshi. Mana kraska sepilganiga hech o'ylanib nima ekin demanglar. Yurishlari yaxshi, yebishlari yaxshi. Shamollashda oldini olib sepilgan kraskalar. Aka ko'rib olaveradi, yebishi garantiya. Narxni eshitib boru, xudo xolasa narxni eshitib olib qo'yasiz buqani. Javob beraman gapimga. U kraskaga o'ylanmanglar. Ja qosinsalar qolaveradi ham. Ja majburan bo'lsa, o'zimiz ham boqaveramiz, nima dedingiz? Bu akalar arzon variantidan 6 tavini bir joyga olsalar, mana katta kichik qilib bitta narx aytamiz. Kattalarga bitta narx aytamiz. Bitta bomba qilib aytib berasizmi? Aniqmi? Aka, yondirakmi bugun? Nima deysiz? Kanalingizda. Qani, aytingchi. Aka, hamma 16 million, 17 millionga pasti deyapti. Aka, 15 millionga pasti aka. Dastlabkasi ichida yetkazib beray. Ikkita, 3 ta, 4 ta. Yo'q aka, bir 2 dona qilib beray. Gap, ha? Ha, gap. 15 milliondan. 15 milliondan aka. Kattasini ichib. Aka, kattasini
20 desam ham bo'laveradi. yo demaydi, eshitdim. yo demaydi. 19 million so'm aka, kattasiga. Kattasiga, o'ni kattaga mana. Ha, shu kattaga 19 million. O'ni yana bitta bor ekan. Ha, Xo'p, mana shu 6 bosh, 7 bosh bor, ana o'sha shoqligingiz bilan. Hammasi quyug'i bitta joyda. Quyug'i suyug'i. Ayting, nech pul? 19 millionga olishaversin. Quyug'i suyug'ini so'rayapman. 18 millionga olishsin aka. 17,5 milliondan deyin jichada. Bor ber aka. Gapmi? 17,5 milliondan. Kasam bo'ynimda aka. Hammasi. Aka yerda yangilik bor. Har kelib turgan buqa. Ha. Buni haliga sementerlan bo'ladi, estonlar. Ha, naryoqda. Aka shu begarga beraman, bonus. Bor ber aka. Qo'shib berasiz. Qo'shib beraman. 10 ta olganga, 15 ta olganga berasiz. 15 ta olganga ham beraveraman aka. Qo'shib beraman aka. Men Gerfordlardan ham qo'shib beravermaysiz? Bulardan ham qo'shib beraman aka. Hammasini olganga. Hammasini olganga. Bo'laveradi. Nomer nechi? 90lik. Ha. 362 89 99. Baraka toping. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Akalar, kelasizlar shunda yedirib ichirasizlar shu yerda. Shuni ko'rtirib ketaverasiz. Aka, hech o'ylanmang. Mollar mana yuribdi, oqsagan yo'q, boshqa emas. Xolfani quvib beramiz. Qup! Mana sog'lomligidan. Aka, xudo xolasa, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Hozir oladigan payt keldi. Sababini aytdimi? Sababi nimaga, ha? Ertadan keyin Xudo bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Ya, o'tgan yildan keyin ko'tarilib ketgan. Bil nima bo'ladi, Xudo bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, tasiratinglar olinglar. Qolmasin mana shu yerda. Xato va kamchiliklardan uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Gazini bosinglar.